Diqqat aholiga shoshilinch xabar. Barcha fuqarolar tezda soyabonlaringizni tayyorlang. O'zgidromet agentligi dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, dam olish kunlari O'zbekistonda havo harorati sezilarli darajada ko'tariladi. Bu haqida O'zgidromet agentligi ma'lum qildi. 14 fevral shanba va 15 fevral yakshanba kunlari respublika bo'yicha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Shanba kuni havo harorati sekin ko'tarilib 10-15 daraja, yakshanba kuni esa 17-22 darajagacha iliqlashadi. Shanba va yakshanba kunlari havo harorati kechasi 0,5 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.